Bir guruh yoshlar ekstremal piyoda yurish o'yiniga qatnashdi, lekin muammo shundaki, to'xtash umuman mumkin emas. Sekin yurganlari va hojat uchun to'xtaganlar ham otib o'ldiriladi. Agar ismingiz keyingi videoda chiqishini xohlasangiz, hoziroq kommentariyada yozib qoldiring. Video boshidayoq like bosib, obuna tugmasini ham bir urib ko'kartirib qo'yishni unutmang. Shunda yangi videolardan quruq qolmaysiz. Men esa videoni boshlayman. Bu voqea boshqa olamda, AQShning harbiylar boshqaruvidagi totalitar dunyosida sodir bo'lmoqda. Butun mamlakatni mayor deb ataladigan bitta odam boshqaradi. U odamlar ustidan nazoratni kuchaytirish uchun piyoda yurish deb nomlangan xavfli musobaqa tashkil qildi. G'olib shon-shuhrat, boylik va Instagramda dahshat ko'p obunachiga ega bo'lar ekan. Bu yurish butun mamlakat bo'ylab jonli efirda namoyish etiladi. Shuning uchun ko'plarning fikriga qaraganda bu kambag'allikdan qutulishning yagona umidi. Musobaqaga ko'ngillilar qatnashar ekan va lotereya orqali 50 nafar ishtirokchi tanlab olinar ekan. Maine shtatidan faqat bitta Nedik ismli yigit qatnashmoqda. Uni esa musobaqaga onasi Jinni olib boradi. Yo'l davomida ona o'g'lini fikridan qaytarishga urinmoqda, ammo foydasi yo'q va manzilga yetgach Jinni o'g'lini quchoqlab, yig'lab xayrlashadi. Darvoza oldida Nedik piyoda yurishni birinchi boshlab bergan Vay Shoha bilan tanishadi. Ko'pchilik ishtirokchilari bir-biriga begona bo'lsa ham samimiy, shuning uchun ular musobaqa boshlanishidan oldin suhbatlashmoqda. Faqat Hasan degan yigit juda ham hayajonda. U o'zini 18 yoshdaman deb tanishtiradi, lekin hech kim bunga ishonmaydi. Tez orada mayor keladi. U har bir yigitga raqam yozilgan metal belgi berib va endi sizlar erkaksizlar deydi. Shundan so'ng u piyoda yurishning asl maqsadini tushuntiradi. Urushdan keyin iqtisodiy inqirozga uchragan mamlakatda mehnat qadriyatini tiklash, chunki har yili bu tadbirdan keyin ishlab chiqarish keskin oshar ekan, go'yoki muammo dangasalikda. Ishtirokchilarga tezlikni o'lchaydigan bilaguzuklar beriladi. Qoidalar esa qat'iy. Yurishni to'xtatish yoki sekinlashish taqiqlangan. Har daqiqa 3 mil soat tezlikni ushlab turish kerak ekan. 3 marta ogohlantirilgan ishtirokchi esa joyida otib tashlanar ekan. Yo'ldan chiqish esa darhol o'lim bilan yakunlanadi. Mayor nutqini yakunlab, havoga o'q uzadi va musobaqa boshlanadi. Shu joyda pauza qilib, videoga like bosib qo'ying. O'zim uchun so'rayotganim yo'q, yangi videolar ko'proq chiqishi uchun so'rayapman. Like'lar soni ko'p bo'lsa, yangi videolar soni ham ko'payadi va video qanchalik qiziqarli bo'lishi ham bosgan likeingizga bog'liq. Like'lar uchun oldindan rahmat. Harbiy yuk mashinalari ularni kuzatib bormoqda, kameralar esa hammasini yozib olmoqda. Dastlab hamma jiddiy yuradi, lekin 5-mildan so'ng g'iybat time boshlanadi. Shahzod ismli bola poyabzaliga tosh tiqilib qo'ygani uchun yurishni to'xtatdi va oyoqlantirish oldi. Otib tashlanishdan oldin esa u oyoq kiyimini to'g'rilab, yana yurishni davom ettirmoqda. Boshqalar esa uni ahmoq deb o'ylashadi, lekin Shahzod bu bilan ozgina dam oldim deb vaziyatdan chiqadi. 7-kilometrda yigitlar sovrin haqida suhbatlashmoqda. Artur faqat pul uchun qatnashganini aytdi. Nedik esa bundan ham muhim narsalar borligini ta'kidlamoqda. U tizimni tanqid qiladi, go'yoki ular ixtiyoriy qatnashayotganday, lekin aslida hukumat ularni shunchalik kambag'al qilganki, boshqa yo'llari qolmagan. Ba'zilar bunga kamera oldida gapirish xavfli deyshadi, lekin Shoha Nedikka qo'shilib, yutgan pullarni odamlarga yordam berish uchun ishlatishini aytdi. Shundan so'ng Shoha sigaretni yoqib chakmoqda. Henk esa bu yomon fikr deydi. Artur esa bo'lishni so'raydi. Shu payt Richard ismli bola paydo bo'lib, hammaning ism-familiyasini yozib chiqmoqda. U piyoda yurish haqida kitob yozib, shu orqali mashhur bo'lmoqchi. Shoha uning ustidan kuladi. Agar yutsang, shundoq ham mashhur bo'lasan-ku deb. Biroz o'tib Kerlining oyoqlarining tomiri tortishib baqirishni boshlaydi. Nedik bilan Shoha esa unga yordam berishadi, ammo og'riqqa chiday olmasdan yiqiladi. 3-ogohlantirishdan so'ng askarlar uni boshidan otib tashlaydi. Bu hol Nedikni qo'rqitadi va o'zi ham ogohlantirish oldi. Shoha esa uni tezda yurishga majbur qiladi. Mayor chiqib, Kerli mard yigit edi, uni eslab qolinglar deydi. Go'yo bu kaltafahim xuddi urushda yurganday o'zini his qilmoqda. Shoha esa qop-qora chumbilini chiqarib, yo'lning o'rtasida bemalol siyadi. 17-kilometrda plakat ko'tarib turgan yoshgina qiz "Nedik, olg'a!" deb baqirmoqda. Shu payt bir bolaning tili orqaga ketib qolib yiqiladi. Askarlar ogohlantiradi, lekin u turmagandan so'ng otib tashlanadi. Shahzod esa raqiblar bittaga kamaydi deb xursand bo'lmoqda.
25-kilometrda Shahzod Lil degan bir bolani xezalak deb haqoratlaydi. Lil u bilan urushmoqchi bo'ladi, ammo yiqilib tushib otiladi. Keyin yana bir bolaning yo'lning o'rtasida chichkisi kelib qoldi va yurib ketayotgan joyida hojat chiqarmoqda. Ammo sekinlashgani va hamma tomonni sastgani uchun u ham otib o'ldiriladi. 35-kilometrda mayor kelib, birinchi tunni o'tkazdinglar deb tabriklaydi. Ertalab 59 kilometrga yetishganda ishtirokchilardan faqatgina 18 kishi qolgan. 67-kilometrda esa Henk holdan to'yadi, Richard esa oyog'i burilib yiqiladi va o'ldiriladi. 100-kilometrda mayor tabriklaydi, ammo bir bola qochishga uringani uchun darhol otib tashlanadi. 103-kilometrda yigitlar sovringa nima so'raysan deb gaplashishadi. Shohi esa ikkita xotinga uylanib, ikkita oyog'imni maza qilib o'qalataman deydi. Nedik esa tizimni o'zgartirmoqchi, ammo bu imkonsiz va ular asabiylashib musobaqangni ham, mayoringni ham deb onasidan so'kishadi. Kechqurun yomg'ir yog'moqda, Nedik esa charchab qo'ygan. Shuncha ves bilan shu yergacha kelganiga o'zi ham hayron. Ertalab 144-kilometrga yetishganda esa Artur joyida to'xtab qoldi. Askarlar ogohlantirgandan so'ng esa yurishni davom ettirmoqda. Yigitlar charchoqni chiqarish uchun suhbatlashishda davom etmoqda. Nedik shu payt Shohaga otasi haqida gapirib beradi. U otasini haqiqiy qahramon deb bilar ekan, chunki otasi bolasiga yashirincha falsafani o'qitgan ekan. Hukumat esa buni xiyonat deb hisoblab, otasini otib o'ldirgan. Nedik bu musobaqaga nima sababdan qatnashganini ham asl sababini ochib beradi. Ma'lum bo'lishicha, g'olib bo'lgandan so'ng sovringa qurol so'rab, mayorni shu joyda otib tashlar ekan. U yo'l chetidagi tomoshabinlardan ham nafratlanadi, lekin Shoha ular ham tizimning qurboni deb Nedikni tinchlantiradi. 170-kilometrda uji hammaning tili ishlamay gapdan qo'ygan. Oyoqlari qonagan bir bola esa azobda tankka chiqmoqchi bo'ladi. Ammo askarlar uni tushirib yuborishadi va tank uning oyog'ini bosib ezg'ilab tashlaydi. Buni ko'rgan qora tanli bola qullik davrlari yana qaytib keldimi deb yap-yalang'och bo'lib qochmoqchi, ammo u ham otib tashlanadi. 201-kilometrda Hasan charchab o'zini tutolmayapti. Nedik esa uni ruhlantiradi, lekin u taslim bo'lib askarlar tomonga yurmoqda. O'sha zahoti uni otib tashlashadi. Artur esa do'stini quchoqlab ushlamoqchi bo'lganda oyoqlantirish oldi va Nedik uni tortib qutqarib oldi. Ertasiga 209-kilometrda atiga 6 kishigina tirik qo'ygan. Ular Hasanning xotini haqida gaplashib, g'olib pulning bir qismini ularga berishga kelishib olishadi. Shahzod o'zini ajralib qolgandek his qilmoqda va Nedikka yaqinlashib, Lilning o'limi uchun pushaymonligini aytmoqda. U kechirim so'rab Hasanning xotiniga men ham yordam beraman deydi. Guruh uni yana qabul qiladi, ammo Shahzod vijdon azobiga chiday olmasdan qo'lidagi qoshiqni bo'yniga tiqmoqda va askarlar uni ham otib o'ldirishadi. 260-kilometrda yigitlar kayfiyatni ko'tarish uchun Matushka zemlya, belaya beryozunka deb qo'shiq aytmoqda. 5-kuni esa 278-kilometrga yetib, Nedikning tug'ilgan shahriga kirishadi. Kali unga omading bor, onangni ko'rasan deydi, lekin Nedik uchun bu azob, u onasini yana tashlab ketish kerak. 286-kilometrda esa poyabzali yirtilib oyoqlari qonagan Nedik ularni yechib tashlaydi. Shu payt yo'l chetida onasi Jinnini ko'radi va o'zini tutolmasdan yuguradi. Jinni uni yo'ldan chiqma bolam deydi, chunki o'g'lining otib tashlanishini bilardi. Shoha so'nggi soniyada uni tortib oladi va askarlar o'q uzishga ulgurmaydi. Nedik esa yig'lab, "Kechiring meni ona, undan ko'ra uylansam bo'lmasmidi?" deb yo'lda davom etmoqda. Yo'l davom etadi. Shoha o'z hayoti haqida so'zlaydi. Urushda ota-onasidan ayrilgan, zo'ravon amakisining qo'lida ulg'aygan, bolaligida omon qolish uchun o'g'rilik va janglar bilan yashagan. Bir kuni pichoqdan jarohatlangandan so'ng u o'ziga o'zi so'z bergan, qanchalik qorong'u bo'lmasin, har doim yorug'likni topaman deb. Agar yutsa, o'ziga o'xshagan yetim bolalarga yordam bermoqchi. 306-kilometrda Stevens ismli bola, agar bir-birimizga yordam beraversak, bu yurish hech qachon tugamaydi deydi va ular bir-biriga yordam bermaslikka rozi bo'lishadi. Arturning burni qonashni boshlaganda boshqalar ko'rmaganlikka olishmoqda. Bu Kellining sabr kosasini to'ldirdi. U oldinga yugurib chiqib, askarlarning qurolini tortib olib ularni o'ldirmoqchi, ammo o'zi askarlar tomonidan o'ldiriladi. 324-kilometrda Arturning burni yanada dahshatli qonashni boshlaydi va oxir-oqibat yurish oxirida faqatgina Shoha bilan Nedik tirik qoldi. Qolganlar esa yo'lda birin-ketin o'lib ketishadi.
Artur o'z ixtiyori bilan o'limga boradi. Stevens esa mayorning o'g'li ekanini aytib, bu dahshatdan qutulmoqchi edi, lekin foydasi bo'lmagach, holdan to'yib halok bo'ladi. To'satdan Neydik hayotdan to'yganini aytib to'xtaydi va askarlar uni otib tashlaydi. Shohi esa g'olib deb e'lon qilinadi. Mayor undan tilagingni nima so'raysan deganda, shohi undan qurol so'raydi. Qurolni olgandan so'ng shu zahotiyoq mayorni otib o'ldiradi va bu Neydik uchun deb baqiradi va shundan so'ng qurolni tashlab olomondan uzoqlashdi. Bizda shu Instagramda piyoda yuradiganlarda ham hammasini shu o'yinga qo'shish kerak ekanda, qaytib yurmaydigan bo'lardik. Film haqida va video haqida o'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosib, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.